Do'stlar, navbatdagi qiziqarli jang yaqinlashmoqda. Bu safar ringda Erka bilan To'xtar va Saturn to'qnash kelishi mumkin. Yaqinda bo'lib o'tgan face to face'da ikki kuchli yigit bir-biriga qarab ko'z urishtirdi. Bu oddiygina qarash emas, balki jangdan oldingi psixologik bosim edi. Biz bilamizki, To'xtar yosh, kuch, tajriba borasida Saturndan ancha-muncha ustun. Ammo Saturn oddiy yigitlardan emas. Shuni bilasizmi? Hech kim bilmaydi. Balki jangning yarmida To'xtar qandaydir sabablar bilan mag'lubiyatga uchrar. Ha, bunday ehtimol bor, lekin juda ham kam. 95 ga 5% desak ham adashmagan bo'lamiz. Shunga qaramasdan bu jangda esa kutilmagan burilishlar juda ham ko'p bo'ladi. Tajribali MMA jangchilari Saturnni juda ham ko'p marotaba ogohlantirmoqda. To'xtar bilan ringdan chiqishdan oldin 5-6 marta jang o'tkazishing kerak deb ta'kidlamoqda. Ikkinchi, uchinchi janglaringda kuchli raqib tanlama. Aks holda orzularing bir zumda yakson bo'lishi mumkin. Shunday bo'lsa-da, Saturn ruhi baland yigit. U shunchaki jangchi emas. U o'ziga ishongan, osilsa baland dorga osiladi yigit va shuning uchun ham shunday prinsip bilan yashaydi. Do'stlar, sizningcha Saturn To'xtarni yenga oladimi? Fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring.